negativ yozayotganlar. Negativ yozishdan oldin avval sal kuzatinglar. Avvalambor assalomu alaykum. Bu video murojaatim avvalambor O'zbekiston xalqimizga, akalar, opalar, ukalar, ijtimoiy tarmoqlarda hozir har xil gap so'z olib bosh qilib yuribdi. Oylik $5 ekan, boshqa ekan deb. Sizlarga oddiy qilib tushuntiraman. Biz 255 nafar inson O'zbekistondan Belarusga kelgan bo'lsak, 255 nafar inson bir yerda emas akalar. Hammani har tumaniga, viloyatiga qilib bo'lib tashagan. Endi bularning ichida to'g'ri bir ikkitasida shu muammo bo'lgandir. Uni biz ham bilmaymiz. Lekin qolganimizda hammasida muammomiz yo'q, hamma yo'q. Zo'r oyliklar ashi viloyat hokimimiz, viloyat hokimning o'rinbosarlari, tuman hokimlari kelishimiz oldin gaplashganmiz hammasi bilan. $700 dan $1200 ga oylik degan. Mana bizda Xudoga shukr, ashnaqa men traktorchi bo'lib kelganman. Allohga shukr, men oyligim $1200 ga davr dedi. Uning ichida qoningiz, yotog'ingiz hamma yo'q, tekin. Shuncha har xil gap so'zlarga ishonavermanglar. Qolgan tumanlarga bo'lganlar ham Xudo xolasa mana eng pasti $700 oylik bo'ldi ularga. Mana kuzatib, shu yerda Telegram gruppamiz bor, ochganmiz. Ular bilan gaplashib turibmiz. Xudo xolasa hammasi yaxshi. Negativ yozayotganlar. Negativ yozishdan oldin avval sal kuzatinglar. Nima bo'lyapti deb. Assalomu alaykum. Podpischilar, mana o'sha $15 ga aytgan uyim. Hozir keldim. Mana shunaqa holatda bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Taxtali uy. Yonida elektrichествоga yaqin joyda, lekin proyekt qilib tok o'tkazish kerak. Mana hovlisi, yeri. O yonida qo'shnisining uyi, mana shu yer. O'rib qo'yilgan joy. Bundan u yog'idagi yerlarni ham olsa bo'ladi. Agar kimga qiziq bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar, bilib beraman.